Assalomu alaykum, hurmatli Rasul Metal kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari, YouTube obunachilarim. Bozordamiz, xullas, bozorda bitta kechki bozor ketishuvdi, shovqin edi. Kutdim. Bir qator video qilamiz, gaplashamiz, ancha bo'luvdi. Musofirda akalar, charchamay ishlayapsizlarmi? Ancha bo'lib ketdi YouTube'ga video qilmaganimga. Kichkinagina sexchamiz. Shogirdlar bu yil duo oldi, duo berdim, o'zlari mana ish boshlashdi. O'zlari naveslari qilib olib, temir bozorda nima gaplar? Bir qator bozorda aylanamiz endi sizlar bilan. Ungacha kommentariya, like do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar videoni. Andijon shahar Tirkatash temir bozordan gapiramiz. Bu endi o'zimizning ishxona. Eski joyimiz. Ustunda ovordik, bu yerda ustun bor edi. Rasta bor edi, rastani olib qo'ydim. Bu yil xudo xolasa pech keladi. Bosamiz gazini atrobotga pechka, hammom, bani pechkalar, garelkalar. Shu yerda endi stashka qilib olsak, sal ko'zga ko'rinib chiroyliroq bo'ladi. Xo'p, turbalarimiz, kusok turbalarimiz kelgan, qalin rossiyskiy ishlatilmagan, oshib qolgan yeridan oldik. Qalin 426 lik. Shvelerlarimiz bor, nirjaveyka turbalarimiz bor bu yerda. Ugonlilarimiz bor, yangi 50 lik ugonlilarimiz 35 ming so'm. 40 lik ugonlilarimiz 22 ming so'm, uzun holatda. O'zimizniki baryer bor akalar. 30 metrcha baryer bor, shuni ham arzonroq ish haqqiga bergan ekan, Svarchi akamiz arzonroq berib yuboramiz. Metrini 120 ming so'm atrofi berib yuboramiz. Xo'p, yana nimalar bor? Deyarli butun ko'p narsamiz yo'q. Ugonligimiz bor ekan, 50 lik ugonligimizdan ko'proq bor. 1000 metrcha bor. Narxini 30 ming so'm qilib beramiz akalar. Rossiyskiy bu ham uzun ko'p ishlataman degan akalarga 30 ming so'm ozroq tushib beramiz, ko'proq olsanglar. Keyin turbamiz bor. Rossiyskiy 18 ming so'mdan qilib beramiz. 57 lik turbamiz bor, ko'proq. Kaltas 2 metrdan 5 metrgacha bo'lgan turbamiz 50 lik, mana holatlari go'zal. Stoykaga ishlagan, gaz suvga ishlamagan. Ko'rishinglar mumkin. Uzun 57 lik turba, Toshkentlik ekan. Toshkent bo'lib ham hali yukkasidan emas, o'rtachasidan svarka ushaveradi bemalol. 18 ming so'm oxiri qilib beramiz buni, 50 lik turba, 1000 metrcha bor. Xo'p, bu yoqda nimalar? Shu ko'rib turganinglar, nimalar kerak bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar. O'zimda yo'q bo'lsa ham topib ishinglarni bitkizib beraman. 10 lik profilam bor, mana shu ham agar sotib olishmasa, shundan kelgan. Uzun, buni ham kelishilgan holatda beramiz. Bu yoqda Atsinkovning 530-630 turbalar bor, qalin. Stenkasi 1. Bu yerda bor 4-5 stenka Atsinkovning. Yangi bular. Birovga olib keltirib berganmiz. Rossiyadan oshib qolganini o'zimiz qaytarib oldik. Kelishib. Nirjaveyka mahsulotlari. Kimga qiziq bo'lsa, o'nli nirjaveyka rasta bu akalar. Katta turbalar bor, 530, 630. Nirjaveyka haqida gapiryapman akalar. Bular hammasi nirjaveyka turbalar. Bu ham ikkita nirjaveyka. 159 10 metrdan bor, holati zo'r buni ham. Usti saqich bo'lgan, tozalab qo'ydik jalasasini. Ichi ham toza, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, yana nimalar? 76 lik turbamiz bor. Toshkent turba bu. Buni ham yo'lida qilib beramiz. 30 ming so'm deyapmiz metrini. Ancha-muncha yo'li bo'lsa tushib beramiz. Nimalar qiziq bo'lyapti akalar, shuni aytinglar. 380 ming so'mdan 5 metrdan fermamiz bor, 20 dona. Bu ikkitasi bitta hisoblanadi. Mana tepada turgani o'zi asli 4 ta,
Lekin mana ikkitasi bitta hisoblanadi. Hop, yana nimalar. Butun uzun ko'p narsa kam. Lekin kimgadir nimadir kerak bo'lsa, imkon qadar istab top beramiz. Telegram gruppa kanallarimiz bor, tanish bilishlarimiz bor. Ishlarni bitkizib beramiz. Musofirda bo'lgan akalar diqqatiga. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimiz 90lik 545 0222. Mana bitta qaytarib o'taman. 90lik 545 0222. Telegram, WhatsApp, Imo hammasidan aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bemalol bozordamiz. Svarka ishlarimiz ham bor, ishchilarimiz bor. Har qanday turdagi svarka xizmatlari bo'lsa, so'rta, baryer, naves hammasini qilib beramiz. Bolalarimiz bor qo'limizda. 5 yildan 15 yilgacha bo'lgan tajribaga ega bo'lgan svarchilarimiz bor. Shu hozircha bozorimiz Andijon shahar Tirkata Shinam qurilish temir bozori. Lazerlar bor. Gul kestiraman desanglar. Har qanday turdagi seflar bor. Nima signal cholishyapsan? Bezot. Bezot suvarchi degan nima bo'ladi? Lexan bor, optim. Yana yangi temirlar ham bor. Xullas akalar, qurilishlarga kerak bo'ladigan jamiki narsalarni Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, imkon qadar bozorda bo'lsam, agar sizlar musofirda bo'lsanglar, imkon qadar ishlarni bitkizib berishga harakat qilaman akalar. Prantonimizdan ozgina qoldi. Sotib yubordik donasini 35 ming so'mdan. 2 metrga 0.95 santimetr. Bo'yi ham 1.95 2 atrofi. Chiripitsa bo'lgan. Eski bozorlarda tomiga bilgan bo'lsanglar, shtampovkada bukib turib qilingan mana. Yana nima gaplar? Shu menimcha bo'ldi akalar. Aytgancha. Manaqa moyga ishlaydigan garelkalar ishlab chiqaramiz. Atrobotka pechkalar ishlab chiqaramiz. Xabaringlar bo'lsa. Qish ham kelyapti. Bu yilga yangilik qilganmiz. Motorchi bilan ishlaydi. Bu boshqa narsa umuman. Buni ham videosini yoqib ko'rsataman. Ajoyib chiqqan bu. Tezisiydi uyga. Bunisi motorsiz ishlaydigani. Buni o'zim bu yil yoqdim. Uyga yoqdim. Maza qildim, lekin tezisiydi. Salga isib ketadi. O'lim yo'rgatib qo'ydim. 4-sinf o'lim bor. Bemalol uy sovib ketgan paytda bitta yaxsiz 5 minut ichida tez isiydi. Shunisi qulay. Haftasiga 100 ming so'mlik moy yaqdim. Endi 48 soat, 24 soat yaqmadim. Bitta o'chib olsa, isib olsa o'chirib qo'yib, yaqib eshikda yurganda o'chirib qo'yib yaqdi. Shu o'rtacha haftasiga 100 ming so'mlik atrobotka moy yoqdim men shunda. Andijon shahrida bo'lsanglar, o'rnatib, yaqib ko'rsatib beraveramiz. Yoqsa pul berasizlar, u tomoni ham bor. Xolasizlar, dastlabga qilib yuboramiz. Yana bir aylanib keldik mana do'konimga. Stashga qilamiz, xolisi. Svarchilar kerak bo'lsa, svarchilar bor bo'lsa, svarchi ham qabul qilamiz, kelishib ishlaymiz. Xolasa oylik, xolasa uslubga kelishamiz. Kelishsa bo'ldi, mana shu yerda obod qilib, mana yerda halol pok bo'lib ishlab yursa, ahdiga vafo qilsa, aytilgan paytda zakazlarni qilib bersa, klientlarimni norozi qilmasa ishlaymiz, xudo xolasa. Kelishib ketamiz akalar. Akalar, like, kommentariy bosib tursanglar, men yana ham har kuni video qo'yaman. Masalan, bitta video qilamanda odam ko'rmayapti. Ko'rishligi uchuncha yordam qilasizlar, like, kommentariy bosib turasizlar. Bunga do'stingizga videoni jo'natib qo'ysangiz, yana ham qancha odam ko'p ko'rsa, ilhom kelar ekan, to'g'risi. Hech nima birov reaksiya qoldirmasa, video qo'ygingiz ham kelmaydi ekan. Xafa bo'lishimga yo'q. Do'stlar, Andijon shahar Tirkata Shinam qurilish temir bozordan gapiramiz. Xizmatinglardamiz akalar.